Davlatimiz rahbari tomonidan Prezident iqtidorli farzandlar tashabbusiga start berildi. Bu tashabbus asosan 3 yo'nalishni qamrab olib, mamlakatimizning barcha hududlaridagi yoshlarimizni o'zlarining iqtidorlarini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Yoshlarimiz endi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'zlarining iqtidorlarini namoyish etish imkoniga ega bo'ladilar. Prezident iqtidorli farzandlar tashabbusining birinchi yo'nalishi bu milliy dastur hisoblanadi. Unga respublika bo'yicha har yili 1,5 ming nafar 9-sinf bitiruvchilari qabul qilinadi. Ular dunyoning yetakchi universitetlariga kirishga tayyorlanadi. Eng quvonarlisi, top 100 universitetga kirgan o'quvchilar kontrakti El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Prezident iqtidorli farzandlari tashabbusi doirasida alohida yo'nalish sifatida Prezident iqtidorli yoshlar hamjamiyati tuzilmoqda. Ushbu hamjamiyatga o'sha eng ilg'or universitetlarda o'qiydigan, chet elda yashab turgan, undan tashqari o'sha ilg'or universitetlarni bitirib O'zbekistonga qaytib kelgan barcha hamyurtlarimizni bitta platformaga bog'lab, bitta joyga to'plash maqsad qilingan. Ushbu platformaning asosiy maqsadi o'sha O'zbekistonda bo'layotgan katta o'zgarishlar, transformatsiyalardan barchani xabardor qilib turish va keyinchalik o'sha chet elda yashaydigan hamyurtlarimizni O'zbekistonga qaytib kelishlari uchun bir ko'prik vazifasini bajarish deb belgilangan. Mazkur loyihaning asosiy yo'nalishlaridan biri esa bu aynan Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab-internati. Mazkur maktab-internatning boshqa maktablardan farqli jihatlaridan biri bu dunyoning top universitetlarida ta'lim olish imkoniyati bevosita yaratiladi. Mazkur maktabda bevosita attestat bilan bir qatorda aynan IB diplomlari taqdim etiladi. Mazkur diplom asosida dunyoning o'sha Pechak ligasi, Garvard universiteti, Yale universiteti, Kolumbiya kabi eng nufuzli universitetlarda ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Mazkur maktabda ta'lim olayotgan yoshlarimiz xorijdagi eng nufuzli universitetlarda amaliyot o'tash imkoniyatlari ham yaratiladi. Mazkur maktabda xorijdagi ilg'or pedagogik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar jalb qilgan holda xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimi yo'lga qo'yiladi.